31 da yangi yil ekanligini hamma biladi, ammo Rajab Sharifning ilk kechasi ekanligini ba'zilar bilishmaydi. Bu kechaning namozini yoyish hammamizga vazifa bo'lsin. Bu kecha seshanba oqshomi xufton namozidan keyin 20 rakat qilinadigan bir namozimiz bor. Bu namoz bundan keyingi Rajab oyiga qadar kishini butun yil inshaalloh Allohning himoyasida qiladi. Xufton namozini farzini sunnatini o'qiganimizdan so'ng 2 rakatdan xuddi bomdodning farzi, sunnati kabi 20 rakat namoz o'qiymiz. Har rakatida Fotihani orqasidan Bismillah ila Ixlos surasi o'qiladi. O'qib bo'lganimizdan so'ng 20-rakatda salom bergandan keyin kishi yilining muhofazasi uchun, ham oilasining tinchligi uchun duo qiladi, vatanining tinchligi uchun duo qiladi va o'zi istagan hojatlarini Allohga aytadi. Shuning bilan Allohning izni ila Rajab Sharifning kelishiga sevinamiz, Sha'bonga yetish uchun duolar qilamiz. Ramazonning kelishiga tayyorgarlik qilib, Allohning izni ila bayramga toza bir shaklda Alloh rozi bo'ladigan qullari kabi bo'lish uchun harakat qilamiz. Bu sevinchli xabarlarni yaqinlarimizga ulashish bizning vazifamiz.